Poytaxt bozorida sotuvchilar uchun to'lovlar elektronlashtiriladi. Toshkent shahrining Eskijuva, ya'ni Chorsu va Mirobod bozorlaridagi sotuvchilar uchun barcha to'lovlar elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Bunga bir martalik yig'imlar, patta, texnika va binolar ijarasi uchun to'lovlar hamda umumiy foydalanishdagi infratuzilma to'lovlari kiradi. Iste'molchilar shikoyatlarini ko'rib chiqish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Endi iste'molchilarning barcha murojaatlari Raqobat qo'mitasining iste'molchi murojaat axborot tizimi orqali qabul qilinadi va ularning bajarilishi bosqichma-bosqich kuzatib boriladi. Tadbirkorlarga shikoyat kelib tushgani haqida avtomatik tarzda xabar qilinadi. Ular murojaatni Raqobat qo'mitasi nazorati ostida 10 kun ichida ko'rib chiqadi. Agar tadbirkor masalani hal qilmasa, murojaatchi uni qo'mita yoki nodavlat tashkilotiga yuborishi mumkin. Iste'molchi huquqlari buzilsa, nodavlat notijorat tashkilotlari tadbirkorlarga kamchilikni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma beradi. Tadbirkor 10 kun ichida muammoni hal qilmasa, NNTlar murojaatni vakolatli davlat organlariga yoki sudga yuboradi. Olma-Toshkent tezyurar poyezdi har kuni qatnay boshlaydi. Qozog'iston temir yo'li Olma-Toshkent Olma-ta poyezdi qatnovlari chastotasini oshiradi. 14-dekabrdan boshlab Tulpor-Talgo poyezdlari shaharlar o'rtasida har kuni qatnay boshlaydi.